Assalomu alaykum hurmatli Centrum avto kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda yuk tashuvchi Phaeton Miller avtomobili. Ushbu avtomobilimizga qiziqishlar juda ham ko'p bo'lganligi sababli bugungi obzorimizni olishga qaror qildik. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek avtomobilimiz juda ham uzun, borti ham juda qulay. Bortimizning uzunligi 380, eniga 185, balandligi 40 sm tashkil qiladi. Ushbu avtomobilimizning juda ham bir qulay fishkasi bor. Ulardan biri mana bort qismining to'liq ravishda har taraflama ochilishi. Bu sizlarga gabaritli yuklarni ortishiga qulaylik keltiradi. Ko'rib turganingizdek avtomobilimiz 2 litrli dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatelimiz 136 ot kuchiga ega, maksimal mощности 100 kW tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, ushbu dvigatelimiz Xitoydagi mashhur brendlardan biri Donggan dvigatel ishlab chiqaruvchi zavodiga tegishli dvigatel hisoblanadi. Yana bir qo'shimcha ma'lumot. Ushbu avtomobilimizning bort qismi, ya'ni pol qismi juda ham sifatli metal qoplama bilan jihozlangan. Yuk ko'tarish hajmiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimiz 1,5 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Bu zavod tomonidan belgilangan xarakteristika bo'yicha 1,5 tonnani tashkil qiladi. Lekin sizlar o'zinglar uchun qo'shimcha resorlar o'rnatib, yuk ko'tarish qobiliyatini undan ham ko'proq darajada oshirishingiz mumkin. Shu avtomobilimizning bort qismi juda ham qulay, juda ham keng, ko'rib turganingizdek, tablolari juda ham ko'rinishi qulay hamda baqoviy kompyuter bilan jihozlangan, magnitofon, Bluetooth fleshka, AUX hamma funksiyalari mavjud, konditsioner juda ham keng, bardachoq va kerakli hujjatlarni saqlash uchun yana bir qulaylik mavjud. Juda ham bir qulayliklardan biri avtomobilimizni rullar oldiga, orqaga o'zingizga moslab bemalol harakatlanish mumkin. Yana keyingi qulayliklari avtomobilimizda pult, ya'ni ochib yopish pulti bilan jihozlangan. Mana avtomobilimizda yon oynalari, elektronli ochish hamda avto rejimlari bor. Center zamok. Ko'rib turganingizdek avtomobilimizda o'rindiqlari juda ham qulay, yumshoq. O'zingiz bemalol his qilasiz bunda o'tirganda. Ko'rinishdan sideniyga o'xshaydi. Yana bir qulayligi mana harakatlashga juda ham katta qulaylik beradi. Agar xohlasanglar 2 kishi bo'lib harakatlanish mumkin yoki do'stinglar bilan uzoq yo'lga bir yuk tashiganimi bu joyga chiqsanglar, mo'zdek energetiklarni qo'yib olib bemalol bar qilib ishlab ketsanglar ham bo'ladi. Bugungi obzorimiz mana shulardan iborat. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar uchun yana bir qo'shimcha ma'lumot. Phaeton brendiga tegishli barcha turdagi yuk tashuvchi texnikalar o'zimizning Samarqand avtomobil zavodida ishlab chiqarilmoqda. Ushbu avtomobilimiz to'g'risida qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling yoki Centrum avtosalonimizga tashrif buyuring. Ushbu avtomobilimiz yoki shunga o'xshash yuk tashuvchi avtomobilni xarid qilmoqchi bo'lgan do'stingizga kommentariyada belgilab qo'ying yoki o'ziga yuborib qo'ying. Sizlar bilan Centrum Avto